Xohlasa to'laylik yana kun oladi, bo'lmasa olib sotib qila oladi. 18 million so'm naqd pul beraman bersangiz. Ochiq yuring, 500 ming so'm qo'yib sotaman. Aytib eshitiraman sizni gapingizni ham. Polni kraska mashinangiz. Yili nechida? 2012. 12 konditsionerli super, lekin polni kraska. Xafa bo'lmang, kapot ochgan paytim polni kraska ko'rdimda, mashinangiz polni kraskami dedim, yo'q dedingiz. Biz ko'rsatdim keyin. Bizgacha biz Endi siz bilganingizni aytasiz. Vik olgan bo'lsangiz, sizga bu kami 50 ga turibdi. Unisini ham bilaman. Lekin hozirgi vaziyatdagi narxi zo'r narx. 18 million bo'lsa bering olaman. Sal qo'shing aka. Ko'nglingiz 20, bilaman. Zarur uchun keldimda. Shahboz aka, ko'nglingiz 20 ligini bilaman. 20 olmaydi. Sal qo'shib qo'ying aka. Firabega o'zi kirib gitmagan. Taksi qilinmagan. Polni kraska bo'lmasa edi. Uni ham to'g'ri tushunish kerak oladigan odam. Ya bu hammasini anaqa kelanman, eshitib ko'rib kelanman. Shahboz aka, men nomard so'ramadim, mard so'radim. Kelishni so'rang aka, shunday berib ketaman. Pul zarur uchun keldim. Qarang, foydalanish niyatim bo'lganda, Shahboz aka shunday olib turib, mashinangizni shunday bo'ldi, men oldim, kim olsa kerak 5 million deyishim kerak edi. Men foydalanganga o'taman ana unga. Aka, men 500 ming so'm qo'yib sotaman mashinangizni ustiga. Ya, to'g'ri tushundim. 18 millionga bering, ochiq siz aytgan gapni aytaman. Kimdir olsa, to'raylik geni bor. Olib turib, to'ra minib, keyin olib sotib qila olsa ham bo'ladi, xohlasa. Bo'lmasa, prama olib sotib qila olsin. 18 million 500 ming so'm deb aytaman, 500 ming so'm qo'yaman aka. 20 olmaydi-da buni. 20 siz ko'nglingiz 20 olmaydi, Shahboz aka. Eshitib so'rang aka. Ketar. Ketmaydi. Ketar aka. Olib sotdi-da, chista olib sotdi degan gap. Odamga 7 million qo'shasiz, 25 ga tushadi. O'shani hisob kitobini olib aytaman men. 25,5 bo'lib o'tadi. O'shani hisob kitobini olib aytaman. Qo'shing bilan nima qo'shing tashlab ketaylik. Biron nima emas, biron nima olib taylatsangiz olib taylayman. Bunga qo'shib taylab bo'lmaydi. Og'izga qo'shgan bilan sizga bir yaxshilik qilaman deb bitta kambag'al yezib qo'yaman aka. Bir kishining jabrini bir kishi ko'rmasin, tarozini bir xil ushlaydi o'tiribman. Bo'ladigan bo'lsa Shahboz aka 18 million naqd pulni oling, faqat rozi bo'lib bering, 500 ming qo'yib sotaman. Ko'zingizni oldicha aka. Faqat rozi bo'lib bering. Ya aka, tortmaydi-da. Oldi sotdi-da, gem bering, 20 beraman aka meni. Mujikka. Yo'q, gen chiqmaganda, o'shani so'rab kelaman. O'sha uchun aytaman, aka, jabr qilmaylik. Bu gen chiqmasa, faqat oluvchi jabr qilmaylik. Sotuvchi ham, oluvchi ham teng holatda 18 so'radim aka, 500 ming meni ham rizqim bor bunga. Shunday aka. Kamida 25 shu. Faqat rozi bo'lib bering. Polni kraska mashina aka. Nega savdo cho'zilmasa? 26-20. Nexta'lar ko'payib qoldi-da, savdo qilay aka. Bo'lsa bering. Faqat rozi bo'lib bering Shahboz aka. Barakami? Alloh barakasini bersin. Xo'p, obzorini aytaman. 2012 Matiz Lux konditsioner polni kraska. Xo'p, 18 million olindi, 18 million 500 ga sotiladi. Kim olsa baraka bersa, men 18 million 500. Faqat oldi sotdi. Yo'q desa, generalni ham bo'ladi, turagacha. Turadan keyin yana o'zi olib sotib qilish kerak bo'ladi. 18,5 ming sotiladi. 18 million olindi, 18 million 500 sotiladi. 18. 18 million. 18 million 500 ga sotdim aka. 500 ming so'm rizq qoldi mashinangizdan. Rozimisiz? Roziman. Polvon? Ko'zingizni oldiga oldim. 18 millionga 500 ming so'm qo'yib sotdim. Tushungansiz ham, rozisiz ham? Qoladigan 500 ga rozi bo'ling. Yaxshi kunlar mana aka. 10 ming so'm barakasi. Hech kerak yo'q, shuni registratsiya